Vaqt boshqarish va kishilik muvaffaqiyat. Avtori Brian Tracy. Kishilik muvaffaqiyatda Iroqni ko'rarlik. Kuchini muayyan bir tarafga markazlashtirgan har inson kuchlik va utuqliq bo'la oladi. Orison Swett Martin. Ustun mutafakkurlikning namoyandasi bir ishni qilish yoki qilmaslikning bo'lg'usi natijasini keskin ravishda taxmin qilish qobiliyatidir. Har qanday bir ish yoki faoliyatning bo'lg'usi natijalari uning siz uchun qanchalik muhim ekanligining ulluq belgilaguvchi omilidir. Bir ishning ahamiyatiga bu shaklda baho berish o'z navbatida sizni keyingi paqingizni belgilash imkoniyatiga ega qiladi. Harvard Universitetidagi doktor Edward Benfield 50 yillik tadqiqotdan keyin Amerikadagi yuksalishchan ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatlarning eng ro'shan va yagona belgilaguvchi omili Iroqni ko'rarlik ekan degan xulosaga kelgan. Ana shu ravishda Iroqni ko'rarlikning turmush va xizmatdagi muvaffaqiyatlarning ro'yobga chiqishida oila, ma'rif, irq, aql va munosabatlardan va yoki boshqa har qanday yakka omildan texmi muhim ekanligi o'ttirg'i chiqqan. Vaqt haqidagi pozitsiyalaringiz, ya'ni vaqt qarshingiz, qilmishlaringiz va tanlashlaringizga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Turmushi va xizmatida Iroqni ko'zlaganlar nima ishlarni qila oladiganligiga va kelgusiga aloqador masalalarda kelajagi haqida kalla qatirib ketmaydiganlarga qaraganda har doim texmi yaxshi qaror chiqara oladi. Qoida Iroqni ko'zlagan holda tafakkur qilish odati qisqa muddatlik qaror chiqarish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Utuq qozongan insonlar kelgusi haqida ochiq tushunchaga egadir. Ular 5 yil, 10 yil, hatto 25 yildan keyinni o'ylaydi. Ular o'zlari orzu qilgan uzoq kelgusiga muvaffaqlashish uchun bugungi tanlashlari va qilmishlarini cho'nqur tahlil qiladi. Xizmatdimi Iroqni nazarda tutganda o'zingiz uchun nimaning muhim ekanligini bilishingiz qisqa muddatda nimalarni avval qilish haqida qaror chiqarishingizni zo'r darajada osonlashtirdi. Muhim bir ishning uzoq muddatlik bo'lg'usi, ya'ni maydonga chiqishi mumkin bo'lgan natijalari bor bo'ladi. Ahamiyatsiz ishlarning bo'lsa, bo'lg'usi natijalari bak oz yoki faqatli yo'qdir. Shunga bir ishni qilishdan ilgari o'zingizdan shu savolni so'rashingiz kerak. Bu ishni qilish yoki qilmaslikning bo'lg'usi natijalari nimalar? Qoida kelgusi haqidagi tushuncha bugungi qilmishlarga ta'sir ko'rsatadi. Shundaqla ko'pincha hollarda ularni belgilaydi. Kelgusi haqidagi tushunchangiz qancha ochiq va konkret bo'lsa, buning navbatdagi qilmishlaringizga ko'rsatadigan ta'sirimi shuncha kuchli bo'ladi. Uzoq muddatlik ochiq ko'z qarashga ega bo'lsangiz, navbatdagi muayyan faoliyatlaringizga texmi to'g'ri baho bera olasiz va ularning siz yetmoqchi bo'lgan nishonga uyg'un yoki emasligini bila olasiz. Utuq qozongan insonlar uzun muddatda texmi ko'p natija qozonish uchun qisqa muddatlik badal to'layolgan va shu nishonlarni ishga oshirishga zid bo'lgan orzu havaslarga hoy beralaganlardir. Natijasiz insonlar bo'lsa, qisqa muddatlik natijalarni va huzur halovatni o'ylab, yiroq kelgusini nazardan saqit qiladi. To'rtki to'g'risida leksiya so'zlaydigan Dennis Waitley shundoq degan: mag'lub bo'lganlar so'rkilishni azaytadigan ishlarni, utuq qozonganlar bo'lsa, nishonga yetkazadigan ishlarni qiladi. Masalan, ishingizga baldırib berish, o'z sohangizga aloqador kitob materiallarni sijil o'qib turish, qobiliyatingizni kuchaytirish uchun kurslarga qatnashish va zehningizni xizmatingiz uchun zo'r ahamiyatga ega bo'lgan sohalarga markazlashtirish omillarining hammasi to'plansa, kelgusingizga g'oyat zo'r ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning aksicha, ishga aron ulgurib berib, xizmat vaqtini gazet o'qib, choy, qahva ichib, xizmatdoshlar bilan hol mung bo'lishib o'tkazib etish qisqa muddatda ko'ngil xo'sh qilgandek qilsimi, natijada muqarrar holda bir izda to'xtab qolishga, mag'lubiyatga
va ümidsizlikka sabab bo'ladi. Bir ish yoki faoliyat zo'r yoshirin qimmatga ega bo'lsa, uni kun tartibining beshiga qo'ying va darhol shu to'g'risida harakatga o'ting. Darhol va ko'ngildagidek qilingan taqdirda ig'ir salbiy natijalarga yo'l echishi mumkin. Ig'ir salbiy natijalarga yo'l echishi mumkin bo'lgan bir ish bor bo'lsa, uni kun tartibining eng beshiga o'rinlashtirishingiz kerak. Paqingizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, eng avval uni yutib etishga bel bog'lang. Turtga ichki muddani shart qiladi. Bir qilmish sizning hayotingizga qancha zo'r ijobiy ta'sir ko'rsatsa, siz uni bekitib olsangizli bo'ldi. Uni bir daqiqa bo'lsa-mu baldur tamomlashga shuncha hiris bo'lasiz. Zihningizni muayyan jihatlarga markazlashtiring. Kelgusingiz uchun o'zgarish hosil qila oladigan ishlarni qilishga va tamomlashga har vaqt hirisman bo'ling. Vaqt har xil ravishda o'tib ketaveradi. Tüp masala uningdan qanday foydalanishdir. Oxirgi manzilingizning qayer bo'lishi mavjud qilmishlaringizning ehtimoliy natijalariga aloqador o'y-xiyollaringizning vazminligiga zo'r darajada bog'liqdir. Tanlashlaringizning, qarorlaringizning va qilmishlaringizning bo'lg'usi natijalar haqida o'zliksiz o'ylanish hayotingizdagi haqiqiy muhim ishlarni belgilashning eng yaxshi yo'llaridan biridir. U paqini yeviting. Qilishni planlagan ishlaringizning tizimligini davomli ko'zdan kechirib turing. Har vaqt o'zingizdan shu savolni so'rang. Qusursiz shaklda va dal vaqtida o'rindaydigan qaysi planim yoki faoliyatim hayotimga eng zo'r ijobiy ta'sir ko'rsatdi? Sizga eng zo'r foydasi tegadigan ishlarni o'zingiz uchun nishon qiling. Ularni ro'yobga chiqarish uchun plan tuzing va uni darhol ijro qilishga boshlang. Gotening shu so'zlarini esingizdan chiqarmang. Avval boshlang, zehningiz bargan sari ichiladi. Davomlashtiring, ishlar tamomlanadi. U Paqini Yang nomli asardan Hikmatyor Ibrohim tarjim qildi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 19 sonidan elindi.